Sahormen. Assalomu alaykum. Xudo xolasa Andijon ez shahar ishimizni tugatdik. Yozgi oshxonamizni. Bu ishimiz oldin adresotkalik bo'ldi. Tepasi keramika kafelar bosib, xudo xolasa qaynab yoqqanimizga bir 5 minut bo'ldi Xudo xolasa. Xudo xolasa mangalimiz burchakka tushdi. Bu yerimizga gaz plitamiz tushdi. Bu yerga moykamiz tushdi. Bu stolimiz 240, mayda рабочий stol bor, 130. Katta qozonniki. Xudo xolasa hammaga qiziq, ro'yxatini beramiz inshaalloh, tortishlarni. Kelaverasiz, tamom. Tortishlar. Yonda olsangiz, yonda zo'r ko'rinadi. Ko'ryaptimi? Tortishlar. O'tdagi qozonimiz. Yonishini ham olib qo'ysangiz, ichida o'ta yonadi. Suvlar qaynadi. Bu 80 qozonimiz. Tortishlar, xudo xolasa tortib ketadi, xudo xolasa. Yonishini ham olib qo'ying, o'rtaga yonishlari. Mangal yoqqanimiz yo'q, xudo xolasa tortishga joy. Xudo xolasa xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqasizlar, nomerni pastga qo'yib qo'yamiz inshaalloh. Hammaga shunday go'zal yozgan oshxona nasib qilishni. Hammaga rahmat.